такие, мы потом вместе с тобой. Mana Surxon aviakassasi Zotilodan bilet olgan edim. O'zlari chiroyli tarzda kuzatib, mana samolyotga chiqarib qo'ydi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Ishonchli. Men shu Surxon aviakassasini hammaga taklif qilaman. Aldash yo'q, hammasi haqiqat va rost. Sizlar ham mana shundan olib, aldanmasdan o'tishingizni tavsiya qilaman. Xayrli kech aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Mana bugun 15-may asosida kechki reyslarga aeroport Pulkovoda turibmiz aziz vatandoshlar. Hozir mana aynan mana shu reysga mana kechki reyslar bo'yicha qo'limda pasport hamda pasport talon turibdi. Sankt-Peterburg Urganch yo'nalishidagi reyslarga. Aziz vatandoshlar, aynan mana shu reysga hozir mana registratsiya jarayonlari davom etmoqda. Sankt-Peterburg Urganch mana ko'rib bo'q biletlaringizdek. Aynan mana shu reysga aziz vatandoshlar akamiz boradilar. Mana passajirimiz aviakassa va Surxondan bilet olgan. Akajon, assalomu alaykum, xush kelibsiz avvalambor. Qani bugun siz mana nasib bo'lsa Urganchga uchasiz. Biletni bizdan olgan edingiz. Onlayn tarzda oldingizmi, kassadan borib oldingizmi akajon? Onlayn tarzda. Onlayn tarzda. Qani hammasi ishonchli ekan akajon? Kassamizni tavsiya qilasizmi? Ishonchli tavsiya qilaman shu kanal. Ha, siz ham adashmasam shu videolardan ko'rib, keyin shu reklama orqali telefon qilgansiz, to'g'rimi? Shunday. Hammasi ishonchli ekan? Ishonchli. O'sha videoda ko'rib borayotgan passajirlarni jarayoni holati xuddi mana siz o'zingizga ham takrorlanib turibdimi? O'sha holatda как realni bo'lyaptimi, amalga oshirilyaptimi?